Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yetib chiqib ketibdi-ku girija. Ishxona qayerdansiz? Urgutidanmisiz? L5 S1 deydi. 5-bel umurtqasi bilan 1-dumg'aza umurtqasida girija bor. Uni dori bilan orqaga qaytarish qiyin. Bu operatsiyaga o'xshab turibdi hozir sizniki. Operatsiyani aytdim, misol uchun ertalab boshladingiz, kechqurun chiqib ketaman. Ertaga chiqib ketasiz. Siz meni qachon operatsiya qilmoqchi bo'lyapsiz? Bir operatsiyaga birinchi ruxsat bo'lish kerak bo'ladi. Operatsiya qilayotganingizda men qanaqa poложение deyapman? Qorin bilan yotasiz. Bo'lamiz. Ruchkani qalinligida teshdan kirib, girijani olib tashlaymiz. Sizlarga kesib tashlaymiz. Kesib olib tashlaymiz. Shunday. Shu klinikani hamma vrachiga, hamma personaliga, medsestra u bo'lsa hammasiga juda ham katta rahmat. Endi bundan buyoqqa o'zimga ehtiyot qilaman deb doktorlarga va'da beraman. Xudoga ming qatla shukr, sop-pasoq chiqib ketyapman. Og'riqlardan qutuldingizmi? Kelganimda ahvolim juda og'ir edi. 1 metr ham yurolmas edim. Mashinadagi ichida kelgancha ham baqirib kelganman, bu yerda Kobulda ham baqirib turganman. Hammaga katta rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. O'zingizga ehtiyot qilib bering. Rahmat qizlar. Rahmat.